Assalomu alaykum, agrotexnika o'z kanalini kuzatib boruvchilar. Bugun sizlarga Akpil Gepard 400 nomli diskli baranani video obzor qilib beraman. Bu 4 metrli diskli barana Akpil Polsha davlatida ishlab chiqariladi. O'zi ish faoliyatini boshlaganiga Akpil 1975-yildan 2025-yilgacha salkam 50 yildan beri ish faoliyatini olib boradi. Bu zavod Polshada juda ham yaxshi, mashhur. Omonchlari bor buni. Frezalari bor, diskli varana va boshqa narsalar, agregatlar ishlab chiqarishadi. Xo'p, diskaga qaytadigan bo'lsak, diska 4 metrlik, buni diametri, disklar diametri 56. Bu stokani orasi. Bunga rezinkalar qo'yilgan, ramaga shikast yetmasligi uchun rezinkalar qo'yilgan. 32 ta disk va bitta bunaqangi tumalaq diskdan joylashgan. Bu nima vazifani bajaradi deganda, bu yon chetini kesib ketadi, chiroyli qilib, sifatli qilib olib ketadi. Bunga stupitsalar, italyanskiy stupitsalar qo'yilgan. 6 teshikli deyiladi, 6 ta mana. 6 ta boltlik. Bu yog'lanmaydi bu. Shunisi yaxshiki, bitta yog'lash uchun ham ancha vaqt sarflanadi. Keyin bu pachinlik o'lgandan keyin pul sarflanadi. Bu shuning uchun vechinlik yog'lanmaydigan, remont qilinmaydigan pachinlikdan qo'yilgan. Uzoq muddat xohlasa ishlab beradi. Bu katoklar bilan. Bu katok ham juda ham kesaklari ham juda ham zo'r maydalab beradi. Orasi ham katokning orasi mana shu qoladi. Endi 7 sm qolar ekan. 7 sm-ga kesak kirib, ezilib, bu 2 sloyda o'zi makka ekadigan bo'lsa, makkaga tayyor qilib beradi yerni. 2 sloy ish qilinadi. 2 sloydan keyin makka ekib borsa bo'ladi orqasidan. Hech qanaqangi hozir hamma shunaqa qilib o'tib ketdi, diskaga o'tib ketdi. Chunki ish mehnati oz va kam pul ketdi, kam rasxod ketadi. Buni og'irligi keladigan bo'lsa, og'irligi 3 tonna 804 kilogramm chiqadi. Balonlari shirokiy balondan qo'yilgan, yo'lda ko'tarib yurish uchun juda ham qulay va ochilib yopiladigan, yo'lga yurgani ham qulay. Gabarit chiroqlari bor, kechasi yurganda svetlari yoqib qo'ysa bo'laveradi. Bu diskani narxi hozirgi kunda 335 million so'm turadi. Lizingga oluvchilarga, lizingga avtosanoat, agrolizing, mikrolizing orqali qilib beriladi. Avtosanoat lizingda oldindan 30% to'lov qilinadi, 3 yil muddatga bo'ladi. Mikrolizingga oldindan 35% ga bo'ladi. Chunki 30% deyiladi, 4,5% komissiyonisi, 0,5% sug'urtasi. Jami bo'lib 35% ga boradi. 35% to'lov qilinadi oldindan. 3 yilga bo'ladi, 6 oyda bir bo'ladi. Avtosanoatniki 3 oyda bir bo'ladi. Endi agrolizingniki 3 oyda bir. Endi agrolizing hozir yangi haftadan ish boshlaydi degan gapi bor endi. Xudo xolasa ish boshlanadi. Nomerimiz 99lik 916 3005 telefon raqamimizga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Diskalarimiz hozirda mavjud. Hujjatlarni agar 1-2 kunda tayyorlab beradigan bo'lsa, pul tashiydi, olib ketiladi. Hech qanaqangi kutishlari yo'q.